mebel biznesini boshlash uchun unaqa katta investitsiya kerak emas. Ko'r-ko'rona ishni boshlash kerak emas. Ko'pchilikning nazdida o'ylashadi, mebel bu faqat zakazdan iborat deb o'ylashadi. Kuyovlar o'zi mebel olish boshlaganda o'sha mebellarni cheki tushib ketdi. $300 spalni qiladigan ishlab chiqaruvchilarni men o'ylayman, ular ilojsizlikdan. Tayyor zavod bor, tayyor оборудование, tayyor produkt bor, lekin komanda yo'q. Ustida maqol bor-ku, tam qarashi где нас нет degan shunga o'xshagan. Shuning uchun $150 million, $150 million bo'ladi. Mana bozor bor. Keyin men aytaman, shu bozorda sani ulushing qancha? 80% dan ortiq mebelchilarda umuman tizim yo'q. O'sha bloknot, jurnal, buyurtmada ishlaydiganlar qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, ochko'zlik qilishadi. Zakaz ustiga zakaz olishadi. Assalomu alaykum hurmatli Model 5 kuzatuvchilari. Bugun bizda eksklyuziv intervyu Odil aka Kanif bilan. Xudo xolasa suhbatimiz chiroyli bo'ladi. Assalomu alaykum Odil aka. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar Zebrani showroomiga. Mening ismim Odil, familiyam Karimov. Mebelchiman. O'z faoliyatimni 2001-yilda aka-ukalar bilan mebel biznesini ochib boshlaganmiz. Odil aka, biznes turlari ko'p. Mebel biznesi ham alohida bir biznes turi. Boshqa biznesdan qanaqa farq qiladi? Mebel biznesi bu juda rentabel biznes. Ya'ni mebel biznesini boshlash uchun unaqa katta investitsiya kerak emas. Masalan, hozir ish boshlaydiganlarga обязательно katta stanok sotib olish, оборудование sotib olish hojati yo'q. Hozir masalan, Toshkent shahrini oladigan bo'lsa, bir nechta joyda usluga ko'rsatishadi. Bemalol klientdan zakazni olib, uslugachilarga borib, zakazni berib, keyin klientni uyiga yetkazib berish mumkin. Shuning uchun mebel biznesi boshqa bizneslardan ko'ra osonroq оборот olish mumkin. Shans bilan farq qiladi. Bu sohaga kirib kelayotgan yoshlar nimalarga ahamiyat berish kerak? Bu sohaga yangi kirib kelayotgan yoshlarga biznes plan bo'lishi kerak. Ko'r-ko'rona ishni boshlash kerak emas. Aniq biznes plani, aniq maqsadi, yo'nalishni ham tanlab olish kerak. Masalan, mebel biznesida o'zi ikkita yo'nalish bor. Bu zakaz, bu individual proyektlar bo'yicha va konveyer yo'nalish. Shulardan bittasini tanlab olib, shunga qarab kerakli investitsiyani kiritish kerak va ishni boshlasa bo'ladi bemalol. Hozir haqiqatda ko'chada ko'p usluga ishlayotgan mebelchilar ko'p. Aynan shu mebelchilar doimiy ishlab turgan mebelchilarga raqobatchi sifatida ishlashyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Bitta narsani men o'zim ham ko'p aytaman, mebelchilarga ham, masalan, shogirdlarga ham, umuman mebel sohasidan xabari yo'q insonlarga ham mebel ikkita yo'nalishga bo'lingan. Boya aytganimdek, bu zakaz va konveyer. Ko'pchilikning nazdida o'ylashadi, mebel bu faqat zakazdan iborat deb o'ylashadi. Agar foiz nisbatida ham mana zakaz mebel bilan konveyer necha foizi bir 80-90% zakaz mebel bo'lishi. Aslida unaqa emas. Aslida konveyer bozori seriyniy производство juda ko'p. Meni taxminim bo'yicha bu 60 ga 40. Ya'ni 60% bu konveyer seriyniy производство, 40% hozirgi kunda bu zakaz yo'nalishi. Albatta, zakazga ishlaydigan, endi qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, garajniklar deyishadi. Ko'pincha garajniklar. Endi garajniklar ularning na bir xat hujjati bor, na soliq to'laydi, na ofitsialniy ish ishlatadi. Ularning ta'siri bor. Asosan nimaga ta'sir bor? Agar masalan uyga oladigan bo'lsa, uydagi mebel jihozlardan kelib chiqsa, zakazga asosan masalan yotoqxona mebeli zakaz qilishi mumkin. Oshxona mebel zakaz qilishlari mumkin va prixoshka, kir urishdagi mebel. O'sha yo'nalishda ishlaydiganlarni konveyerchilarga yoki oldindan ishlab kelayotgan mebelchilarga ta'sir bor. Birinchi sababi narx tomonlama, keyin sifat tomonlama,
И hozir oxirgi mahal yana shunaqa narsa bo'ldiki, agar kelin kuyovlarni oladigan bo'lsak, kuyovlar o'zi mebel olishni boshladi. Kuyovlar o'zi mebel olishni boshlaganda o'sha mebellarni cheki tushib ketdi. То есть kuyovlar arzonroq o'zi yasashga harakat qilyapti. Shunaqa. Buni agar yotoqxona mebelni oladigan bo'lsa, bir 50-60% ga katta ta'sir qildi. Shu yotoqxona mebel ishlab chiqaradiganchilar savdosi ancha tushib ketdi. Mana shunaqa joylarda ta'siri bor, doimiy o'sha siriykada, konvertda ishlab chiqaruvchilar katta ta'sir qildi. Haqiqatda o'zimizda ham, bizda ham sezildi-da shu narsa. Ko'p kichkinaroq, endi anaqa emas, kichkinaroq ishlab chiqarishi bo'lgan mebel ishlab chiqaruvchilari aytganimizdek sifatga emas, asosan o'sha narxga qarab mebel ishlab chiqarishni boshlashdi. $300 ga ham, $400 ga ham butun boshli yotoqxona to'plami bor-da. U yerda bitta kravat, bitta shkaf bo'lsa ham mayli-da, tumbuchkasi bor, trimosi bor, butun boshli yotoqxona to'plami. Odamlar shu narsaga tashqi tarafini krashini qiladi, chiroyli bo'ladi. Ko'p xaridorlar sifatiga emas, shu tashqi ko'rinishiga ishonib qolishyapti. Aynan shunaqa misol uchun mijozlarga qanaqa tavsiya bera olasiz? Qanaqa tanlash kerak aslida yotoqxona mebelini? Umuman o'zi mebelni qanaqa tanlash kerak? Nima standartlari bor mebel tanlayotganda, sotayotganda? Endi hozir savolingizga bo'lsak, o'sha $300 ga spalni qiladigan ishlab chiqaruvchilarni men o'ylayman, ular ilojsizlikdan. Agar ularni dardini eshitadigan bo'lsak, savdo tushib ketgan, raqobat kuchli. O'shaning uchun narx bo'yicha raqobat qilmasa boshqa imkoni yo'q. Ularni agar o'zingizdan xabaringiz bo'lsa bir $15-20 foydasi bor har bir komplektida. Men ularga savol beraman, masalan, $1000 topish uchun 50 komplekt spalni chiqarish kerak. 50 komplekt spalni chiqarish uchun kamida bir 15-20 ta odam ishlatish kerak. U na pulni orttira oladi, na u pulga masalan оборудование sotib ola oladi yoki joyini kengaytira oladi ilojsizlikdan. Ya'ni sababiki o'sha yetarli brend ustida ishlanmagan. O'shaning uchun imkoni yo'q. Себестоимость tushiraman deb bu sifatiga ta'sir qiladi. Uni sotib olgan xaridor yaxshi, narxi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin uni olib ishlatgandan keyin o'sha mebelchi yomonotliq bo'lib qoladi. Endi baribir men xaridorlarga aytamanki, bozorni yaxshi o'rganib, o'sha sifatini otsenka qilib, birinchi narxiga qarash kerak emas. Agar narxiga qaraladigan bo'lsa, u albatta sifatsiz degani. Masalan, $300 ga spalni, meni ham ozgina aqlim yetmaydi, qanaqa qilib spalni bo'lishi mumkin degan. Mebel sohasidan umuman xabari bo'lmagan inson bu sohada biznes qila oladimi? Yo'q, umuman xabari bo'lmagan inson bu sohada biznes qila olmaydi. Faqatgina mebelda emas, boshqa sohada ham. Baribir hamma sohani ilmini olish kerak birinchi. Yana shuni aytamanki, masalan, restoran ochmoqchi bo'lsang, birinchi ofitsiant bo'lib ishlashing kerak. Bo'lmaganda 2 yil ofitsiant bo'lib ishlab, ichidan o'sha ichidagi plus minuslarni ko'rib, keyin senda уже aniq orientirlar bo'ladi-da. O'shaning uchun mebel sohasida ham faqatgina puli bor, ertaga biznes ochib yuborsa, u aniq yurmaydi. Yo, masalan, yaxshi menejer bo'lsa-da, o'zini atrofida shu mebeldan yaxshi xabari bo'lgan insonlarni yig'sa, shu ishlab chiqarishda, sotuvda, boshqaruvda, faqat investitsiya kiritish orqali ham shu mebel sohasi bilan shug'ullanish mumkin yoki baribir qanaqadir bo'lsa ham xabar bo'lish kerakmi bu sohada? Endi ko'p keyslar bo'lgan, agar investor sifatida kirsa, agar komanda topa olsa, qilish mumkin. Lekin hozirgi kunda kadrlar masala muammo bo'lgani uchun ko'p keyslarda tayyor zavod bor, tayyor оборудование,
tayyor produkt bor, lekin komanda yo'q. Shuning uchun man juda qiyin deb o'ylayman. Sizda adashmasam agar konveyer yo'nalishida ishlab chiqarishingiz ham bor-a? Bor. И zakazno'ga ham ishlaysizlar, ya'ni Bor. buyurtma asosida ham. Endi o'zingiz ham aytdingiz, bu ikki xil yo'nalish aslida. Lekin mana bitta ishlab chiqaruvchi sifatida shuni qanaqa balansini olib boryapsizlar hozir? Konveyer yo'nalishi bilan individualniy zakaz bu отдельный biznes o'zi. U yoqdagi biznes protsesslar ham boshqa. Agar bitta deylik tomni ostida qilaman desa, bu xato bo'ladi. Buni ajratish kerak deyman ishlab chiqaruvchilarga. Chunki konveyerda bu nima degani? Bitta shablon bo'yicha shtampovat qilib ishlab chiqarasiz. Zakazda har bitta zakaz individualniy. U yoqda kuchli konstruktor, texnolog, dizayner komandasi bo'lishi kerak. Konveyerda bitta TZ shablonni qilasiz, deylik uni masalan 2-3 yil sotishingiz mumkin. Shuning uchun bu bir-biridan juda farq qiladi. Menda ham bu narsa ajratilgan. Ishlab chiqarish shunda ikkita xil joyda ishlab chiqariladi. Ikki xil joyda, ikkita lokatsiyada. Endi hozir shunaqa tendensiya ketyapti. Konveyer ishlab chiqaruvchilar savdo past zakazga o'tamiz deyishyapti buyurtma bo'yicha. Buyurtma bo'yicha yasayotganlar bizda ham savdo past konveyerga o'tamiz deyishyapti. Bu narsani qanaqa tushunish mumkin? Yaqinda men shu narsani eshitdim-da. To'g'ri, uslida maqol bor-ku, tam хорошо, где нас нет degan shunga o'xshagan. Shuning uchun konveyerchilar bitta narsaga ahamiyat berishmayapti. Mana men ham ko'p konsultatsiya beraman, oldimga kelishadi. Mana konveyerda sirikada ishlaymiz, suvda tushib ketdi, nima qilsak bo'ladi. Men aytaman, bozor bor, bozor katta. Men hozir oddiy bitta raqamni aytaman, deylik. O'sha yana keling-ku bozorni aytaylik, to есть talabini bir yilda 300 mingtadan oshuv nikoh bo'ladi O'zbekistonda. Endi sizga savol, bu 300 ming komplekt stol, yotoqxona mebeli, qanchadir qismida masalan yumshoq mebel ham bor. To есть bozor bormi? 300 mingta oila degani o'rtacha agar deylik $500 dan oling. Endi men juda arzonni aytaman. $500 dan olsangiz 300 ming ko'paytiramiz, $500 bu adashmasam $150 million. $150 million bo'ladi. Mana bozor bor. Keyin men aytaman, shu bozorda sani ulushing qancha? Bozor bor. Sani ulushing qancha? Hisobla, bir yilda necha komplekt chiqarasan? Masalan, bo'lishi mumkin 0.01%. Tam 0.02% bo'lishi mumkin-da. O'shandan kelib chiqib, agar o'sha konveyerda, sirikada ishlab chiqaruvchilar brendga e'tibor bersa, faqat produkt emas. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, hozir ishlab chiqarish qilsam, zo'r оборудование qo'yib, produkt chiqarib qo'ysam, sotilib ketadi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Aslida brendga kuch bersa, o'sha produktini ko'proq sota oladi-da. O'sha bozor ulushi ham ko'payadi. Xuddi shunaqa zakaz yo'nalishi ishlaydigan ham. Ko'pchilik ishlab chiqarishim bor, bo'ldi, men sota olaman deb o'ylaydi. Hozir bu taraf ham o'zini nomini yaratib, brendiga kuch berib, ozgina brendiga investitsiya bersa, albatta ikkala tarafi bozordagi ulush ko'payadi. Shuning uchun men o'ylamayman, suvda tushib ketdi, bozor o'sha har yili O'zbekistonni bir yilda mebel sferasidagi oboroti 1 milliarddan oshuvdi. Bu aniq hisoblab chiqilgan sifra. O'zingizni shaxsiy sahifangizdan videolaringizni ko'p ko'rganman. Sotish bo'yicha ham ko'p konsultatsiya berasiz sotuvchilarga. Shu bo'yicha ham bir-ikki keyslar haqida gapirib bera olasizmi? Mebel sotishda nimalarga ahamiyat berish kerak? O'zbekistonda hamma sotuvchi deb o'ylashadi. Xodimlarga aytaman, agar bizda tizim bo'lmasa, biza bozordagi sotuvchimiz bo'ldi. Ulardan farqimiz yo'q. Sotuv ham bitta katta ilm. Uni o'zini
texnikasi bor, texnologiyasi bor. Agar shularga amal qilinsa, albatta hammada savdo bo'ladi. Men har doim aytaman, CRM bu sotuvdagi tizim. CRM yo'q kompaniya oxiri voy. Mana savol. Bitta mebelni showroomga kirib, bir oyda nechta odam kiradi? Nechta odam покупка qiladi? Oylik vыручка. Mana shu savollarni berganda shu savolga o'zi javob yo'qda. Bu savolga javob yo'q bo'lgandan keyin qanaqa qilib masalan savdo rejasini qilib bo'ladi, xodimlarga qanaqa qilib KPI qo'yib bo'ladi. Bu narsalarni o'sha CRM tizimini qo'ymaguncha masalan savdo haqida gapirishga ham hojat yo'qda. Men bilishimcha 80%dan ortiq mebelchilarda umuman tizim yo'q. O'sha bloknot, jurnal bu bilan qanaqa qilib men aytaman, chetdan kelayotgan o'sha o'yinchilar bilan raqobat qila olamiz. Shuning uchun birinchi talabim o'sha konsultatsiyaga kelganlarga ham aytaman, CRM tizimini qo'yinglar, bo'lmasa imkoni yo'q. Sizlarda eksport ham bor? O'zbekistonda mebel eksporti bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar endi juda ham ko'p emas, menimcha. Chet bozorlarga chiqish uchun avvalambor O'zbekiston bozori ham aytib o'tganingiz juda katta bozor. Mana shu Markaziy Osiyoda ham boshqa bozorlarga chiqish uchun qanaqa talablarga javob berish kerak va nimalar qilish kerak mebel ishlab chiqaruvchi sifatida? Eksport masalasi bo'yicha geografiyasini birinchi gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonni mebel eksport salohiyati talabi yuqori. Geografiyasi bu qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya. Men mebelchilarga mana shu davlatlarda fokus tushinglar. Uzoq davlat, logistika qimmat, srok cho'zilib ketadi, talab yo'q. Chunki bu ham tajribamizdan o'tgan. Endi eksport qilganda birinchi bu sifat, albatta bu sifat. Ikkinchi bu upakovka. Sababi 1,5-2 ming kilometr uzoqlikda mebel yuborganingizdan keyin uni upakovkasi albatta mustahkam bo'lishi kerak. Xaridoringizni uyiga u bekamko'z yetib borish kerak. Va dizayn. Birinchi nimani tavsiya qilaman? O'sha bozorni o'rganish kerak. Masalan, qaysi bozorga ishlamoqchisiz? Agar Qozog'istonning bozoriga ishlamoqchi bo'lsangiz, vaqt ajrating, boring Olmaotaga, Astonaga, Chimkentga, mebel bozoriga kiring. Qanaqa mahsulot sotishyapti ko'ring, narxlarni ko'ring, o'shandan kelib chiqib ularga taklif bering. Agar Qozog'istonni misolda oladigan bo'lsak, o'sha 90-yillarda O'zbekistonning mebeli haqida ularda yomon bir stereotip qolgan. O'shaning uchun masalan shunaqa mahal bo'ladi, biz mebel Qozog'istonga eksport qilganimizda logotipni olib tashlang, Made in Uzbekistan bo'lmasin. Sababi bizanikilar qabul qilmaydi bu narsani deb O'zbekistonning mebelini Turkiya, Rossiya deb sotishadi. Qozog'iston yana bir xil o'sha dillerlar bor, ular yo'q, hozirgi kunda yaxshi ancha O'zbekistonning mebeliga ishonch hosil bo'ldi. Hech narsani olib tashamang, o'zida Made in Uzbekistan bo'lib kirib kelsin deydi. Oxirgi yilda bu ko'tarildi, baribir O'zbekistonning mebelini o'sha nufuzi ancha ko'tarildi. O'sha tavsiyam albatta chiqib kelish kerak. Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham. Endi narx masalasida aytaman, Qirg'iziston bilan Tojikiston sal bahosi pastroq mebel talab qilishadi. Qozog'istonda albatta masalan yaxshi mebel bo'lsa, bemalol sota olasiz. Endi bu to'g'ridan-to'g'ri aholining daromadiga qarab hamda shunaqa. Ekonom klassidagi mebellarni o'sha aytganimizdek $500-600 dollarlik komplektlarni bemalol chiqarsa bo'ladi. Bemalol
ularni o'zlari aytishadi. Ishlab chiqarish ham aytishadi. adashmasam o'g'illarda kam mana shu aytib olgan davlatlarimizda. Mягкий agar yumshoq mebel bo'yicha o'zlarida ko'p ishlab chiqaruvchi. Yumshoq mebel ishlab chiqarish ancha osonroq bo'lgani uchun unga talab past, lekin agar korpusnoy, yog'ochli, stol stullar bo'lsa, unga talab yaxshi. U bilan bemalol ularni bozorga kirib borsa bo'ladi. Xo'p, O'zbekistonda mebel sohasida qanaqa muammolar bor deb o'ylaysiz hozirgi kunda? Endi muammolar ko'p. Hozir qaysi mebelchi bilan gaplashmasangiz, birinchi muammosi bu kadr masalasi. Mutaxassis yetishmaydi. O'zi mutaxassis yo'q. Men aytaman, mutaxassis yo'q deb iloj yo'q. Masalan, chetdan ham olib kelib ishlatib ko'rishdi, u format ham to'g'ri kelgani yo'q. O'shaning uchun men o'zimda ham o'zim tarbiyalayman. Yaxshisi vaqtim ketsin, o'zim tarbiyalab olib chiqaman. Yana aytishadiki, o'zingiz tarbiyalasangiz keyin ketib qolish mumkin. Shunga ko'nikish kerak-da. Tarbiyalaysiz, qanchadir ishlaydi, ketsa ketadi, qolsa qoladi. Bu narsani qabul qilish kerak. O'shaning uchun menimcha 99% mebelchini muammosi o'sha boya aytganingizdek komanda yo'q. O'shaning uchun o'zi tarbiyalashimiz kerak. Ikkinchi muammo bu savdo yo'q. Kim bilan gaplashsangiz savdo yo'q, savdo tushib ketdi, savdo tushib prognozlar qanaqa deyishadi. Unga boyagi narsani aytaman, CRM qo'ymagunizcha, brend ustida ishlamagunizcha bu savdo bo'lmaydi. Borgan sari yaqinda inson bilan gaplashganimda o'sha gaplari yoqdi. Foyda nolga qarab ketyapti. Oldin marjinallik katta bo'lardi. Masalan, 90-2000-yildagi biznesdan oladigan bo'lsangiz, olib keladi, birga bir qo'yib sotadi. Hozir borgan sari foyda nolga qarab ketyapti. Nolga qarab ketgandan keyin siz уже mahsulotingizda себестоимостьni tushirishga harakat qilasiz. Har xil shunaqa metodlarni qo'llashga to'g'ri keladi. Ko'proq foyda qilib qoladigan. O'shaning uchun ikkinchi masala mebelchilarchida savdo yo'q. Iste'molchilarni agar fikr bilan qaraydigan bo'lsak, eng katta stereotip mebelchilar buyurtmani vaqtida bajarmaydi. Deadline masalasi eng katta muammo. Buni o'zi qanaqadir siri bormi, nima deb o'ylaysiz? Nimaga vaqt cho'zilib ketadi? Zakaz bir oyda chiqarib beramiz, 1,5 oyga chiqib ketadi, 2 oyga cho'zilib ketadi. Aynan buyurtma bo'yicha yasalayotgan anaqa mebellarda nima anaqasi bor, muammosi bor bu yerda? Bir necha faktor bor. Buyurtmada ishlaydiganlar qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, ochko'zlik qilishadi. Zakaz ustiga zakaz olishadi. Birinchi predoplatlarni olishadi. Undan keyin u zakaz masalan ishlab chiqarishi deylik производственный мощность bor. 15 ta odam ishlayapti, sexi bor. Deylik bir oyda 5 ta proyekt topshirish mumkin. Deylik 5 ta kvartira. 10 taga zakazni oladi. To есть 10 tasini pulini olib qo'yadi-da, keyin boshlanadi zator. Bechara ishchilar 24/7 ishlaydi. Kerakli vaqtda material yetkazib berilmaydi yoki birinchisini olgan pulni ikkinchisini materialga ishlatadi. Ichida mana shu ruscha aytganda kasha boshlanadi-da. Keyin o'sha iste'molchi bilan shartnoma tuzilmaydi. Bu ham o'zini foydasiga deb o'ylayman. Agar iste'molchi bilan shartnoma tuzib, sroklari, keyin o'sha shtrafnoy sanksiyalar bo'lsa, o'ylaymanki, уже bunaqa narsa bo'lmaydi-da. O'shaning uchun men o'zimni blogimda ham aytaman, iste'molchilarga albatta shartnoma. Bo'lmaganda o'sha qo'lda yozilgan bo'lsa ham, o'sha punktlari bilan agar masalan bir kunga kech qolding, qanaqadir shtraf to'lash kerak. O'shanda harakat qiladi ishlab chiqaruvchi vaqtda yetkazib berishga. Hozir ko'pchilik zakazda ishlab chiqaruvchilar shu narsaga keldiki, endi anu so'g'ini yeb tushunishdi. Oldingida bir oyda masalan 5 ta proyekt yopib oladi, 10 taga olmayapti. Halovatini yo'qotgan, sog'lig'ini ko'pchilik yo'qotdi, stress holatiga tushdi.
sekin bu bozor ham o'zini joyiga kelyapti. Yana bitta narsani aytaman, nimaga o'sha xaridorlar, mebelchilarni o'sha moshennik degan gaplar ko'p chiqib ketdi. Nimani sababiga ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq mebel sohasini yoritayotgan insonlar ko'p qismi o'zi zakazda ishlagan bolalar. Konvertchi, seriykachi bolalar, ular yoritmagan sababi iste'molchini nazdida mebel zakazdan iborat deb o'ylayapti. Boya aytganingizdek, mendan zakaz qil, skladimda bor, men bugun senga yetkazib beraman desa, shunaqa ham bo'ladimi deydi. Iste'molchi endi deylik 5 yilda bir marta mebel olgandan keyin unda unaqa xabari yo'qda. Shuning uchun ko'p o'sha PR zakaz yo'nalishi bo'lgani uchun iste'molchilarning fikri bo'yicha mebel albatta bu zakaz qilinishi kerak, albatta uni masalan 1 oy yoki 1,5 oy kutish kerak degan xulosaga kelishyapti-da. Masalan, yangi kvartira xarid qildi va unga mebel jihozlari kerak. Zakazmi yasattirgan yaxshimi yoki konvertdan olgan yaxshimi? Keling, buni biz ekonom klassiga, chunki bizda aholimiz ko'p ekonomda, ekonom klassiga anaqa mebel oladigan iste'molchilar. Qaysi biri anaqa foydaliroq? Har doim seriyni konvertda ishlab chiqarilgan mebel arzon bo'ladi, uni yaxshi bilasiz. Chunki masalan yotoqxona mebelini oladigan bo'lsangiz, o'sha seriykada ishlab chiqaradiganlar deylik 6 komplekt yoki 12 komplekt yoki 24 komplekt bittada ishlab chiqaradi. Ular materialni optim oladi. Ishchisiga ham oyligini o'shandan kelib chiqib beradi. Har doim konvert arzon bo'ladi. Ekonom klassdagilarga zakaz qilish, men o'ylayman, hojati yo'q. Bozorda shuncha taklif borki, zakazga hojat yo'q. Xuddi o'sha prixoshka bo'ladimi, yotoqxona mebeli bo'ladimi, kuxna mebel bo'ladimi, tayyor olish kerak. Narx farqini aytaman, 40% gacha farq beradi zakaz qilgandan ko'ra. Yana o'sha narsaga kelyapti, iste'molchini fikrida mebel bu zakaz deb o'ylashyapti-da. Bu yoqda o'sha seriyka konvertda ishlaydiganlarni yetarlicha ishlab chiqarishini yoritmayotgani, brendini ustida ishlamayotgani. Agar masalan Yevropani olasiz, Amerika, Xitoy bozorini oladigan bo'lsangiz, katta qismi bu konvertdagi производительlar. Zakaz bu qachon individualniy zakaz bu menda bo'lsin, eksklyuziv bo'lsin degan. Bu o'zi qimmat segment hisoblanadi-da. Bizda bu past segmentga qarab ketib qoldi. Ko'plab kichik ishlab chiqaruvchilar mebel sifatiga yetarlicha e'tibor bermagani oqibatida mebel bozoridagi raqobatga ta'sir qilyaptimi? Umuman mebel sifatini nimalar belgilab beradi? Albatta ta'sir qiladi. Sababi o'sha ishlab chiqaruvchilar o'z bilmagan holda o'sha kalkulyatsiyani yaxshi bilmaydi. Foyda qilyapman deb ham o'ylaydi, lekin aslida foyda qilmaydi. Boshqa o'yinchilarga ta'siri bor. Iste'molchini fikri bo'yicha deylik o'sha $300, $400 agar yotoqxona mebelini ko'rsa, keyin sifatli qimmatrog'ini ko'rganda o'ylaydiki, buni foydasi ko'p ekan, bir xil mebel bilmaydi-ku. O'sha aytganimdek 5 yilda 10 yilda bir marta mebel oladigan inson u ancha farqini bilmaydi-da. Bu albatta sifatli ishlab chiqaruvchiga ta'sir qiladi. Endi mebel olayotganda iste'molchiga aytaman, hozir Instagram ham, YouTube ham to'la ma'lumotga. Ozgina ma'lumot olish kerak. Masalan, qanaqa mebel olmoqchi bo'lsangiz, masalan, deylik, detskiy mebel oladigan bo'lsangiz, ozgina internetni ko'rib, materiallar haqida ma'lumot olib, furnitura, komplektuющийsi haqida ma'lumot olib chiqilsa, har holda masalan kiradigan mebelning magazini uncha-munchaga aldolmaydi. Ma'lumoti bor. Deylik, furniturasini so'raganda bizani bozorda o'sha Yevropa furniturasi bor, Turkiya furniturasi bor,
Xitoy furniturasi bor. O'shandan bilib olsa bo'ladi. Nima ishlatgan, qanaqa mexanizmlar ishlatgan yoki LMDFmi, LDSPmi, yog'ochmi, shponmi, первоначальный ma'lumot bilan kirsa o'shanda aldanib qolmaydi. Mana ko'p iste'molchi masalan nima qiladi? Deylik, bugun mebel olish kerak. 5 ta mebelning magazinga kiradi. 5 ta mebelning magazinga kiradi. Birinchi narxiga qaraydi, keyin sotuvchini gapiga qaraydi. Sotuvchi agar deylik sotuvchingiz yaxshi bo'lsa, tili zo'r bo'lsa, kerak bo'lsa, ana arzon mebelni ham sotib yuboradi-da. Shuning uchun ma'lumot bilan kirish kerak. Ularga tavsiyam shu. Suhbat uchun kattakon rahmat Odil aka. Yo'llanganingiz uchun. Sizga rivoj, xudo xolasa yaxshi yana proyektlarda uchrashish nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.